Endi bo'lsa qat'iy va noqat'iy tengsizliklar haqida gapiramiz. Demak, bu mavzu juda ham oson bo'ladi. Hozirgacha biz qat'iy tengsizliklarni ko'rib chiqqandik. Demak, bu qat'iy tengsizliklar quyidagi ishoralar bilan belgilanadi. Bu katta degani, bu kichkina degani. Masalan, bizda oddiy tengsizlik berilgan bo'lsa, a katta 1. Bu nima degani? A 1 dan katta bo'lgan istagan son bo'lishi mumkin. Masalan, 1.10 ham bo'lishi mumkin yoki 2 soni ham bo'lishi mumkin, 100 soni bo'lishi mumkin va hokazo. Lekin hech qachon a 1 ga teng bo'lishi kerak emas. U qat'iyda, ya'ni 1 ga teng bo'lmagan istagan son dedik. Yoki kichkina bo'lsa, xuddi shunaqa qaraymiz. Agarda 1 ga teng bo'ladigan imkoniyatini biz mavjud deb tasavvur qiladigan bo'lsak, unda katta yoki teng ishorasidan foydalanamiz. Mana katta yoki teng deyiladi, bu bo'lsa kichik yoki teng deyiladi. Oldin aslida mamnaqa deb mamnaqa yozilganda, mana katta yoki teng, noqat'iy tengsizlik quyidagicha yozilgan. Masalan, kompyuterda dasturlovchilar haligacha shunaqa yozishadi. Mana katta yoki teng 1, lekin qisqartirib biz uni quyidagicha yozsak ham bo'ladi. Mana shu katta yoki teng degan. Bu nima degani? Bu degani a 1,5 bo'lishi mumkin, 2 bo'lishi mumkin, 1 dan katta son bo'lishi mumkin yoki 1 ga teng ham bo'lishi mumkin degan. Mana yagona farqi, mana shu ikkalasining yagona farqi bu pastdagi mana noqat'iy tengsizlik 1 ga teng bo'lishi ham mumkin. Ya'ni noqat'iy tengsizlik ishorasidan keyingi songa teng ham bo'lishi mumkin. Tushunarlimi? Masalan, kichik yoki teng bu istagan sondan kichik bo'lishi mumkin yoki o'sha songa teng ham bo'lishi mumkin. Masalan, b soni 3 dan kichik yoki teng bo'lishi kerak. Bu degani b2 bo'lishi mumkin, to'g'rimi? b2 bo'lishi mumkin, 0 bo'lishi mumkin, -10 bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa 3 ham bo'lishi mumkin. Mana shunaqa tengsizliklar, mana shunaqa agar yoki teng ishorasi qatnashgan bo'lsa, demak, ular noqat'iy tengsizliklar deyiladi. Mana shu noqat'iy tengsizliklarning xossalari ham xuddi oldingi xossalarga o'xshash, juda ham o'xshash bo'ladi. Mana xossalar saqlanib qoladi. Ya'ni agar a katta yoki teng b bo'ladigan bo'lsa, tengsizlikning ikkala tarafiga bir xil sonni qo'shishimiz mumkin yoki ayrishimiz mumkin. Ishora bunda o'zgarmaydi. Mana a katta yoki teng b berilgan bo'lsa, biz s sonini ikkala tarafini qo'shishimiz mumkin yoki ikkala tarafdan s sonni ayirib tashlashimiz mumkin. Mana shunda tengsizlik ishorasi o'zgarmaydi. Agarda ikkala tarafini bir xil musbat songa ko'paytirsak, esinglarda qat'iy tengsizliklarda ham xuddi shunaqa xossalar bor edi. Agar ikkala tarafini bir xil musbat songa ko'paytirsak, ishora o'zgarmaydi. Ya'ni agar s musbat bo'ladigan bo'lsa, 0 dan katta bo'ladigan bo'lsa, ikkala tarafni ko'paytirsak bo'ladi, ishora o'zgarmaydi. Agarda manfiy songa ko'paytiradigan bo'lsa, s minus son bo'ladigan bo'lsa, unda agar ikkala tarafni ko'paytirsak, ishora qarama-qarshisiga o'zgaradi. Ya'ni agar katta bo'ladigan bo'lsa, kichikka o'zgaradi, kichik bo'ladigan bo'lsa, kattaga o'zgaradi. Tushunarliki, hamma oldingi eski xossalarimiz saqlanib qoladi. Buni eslab qolamiz. Bir qancha mashqlarni ko'ramiz. Qaranglar, mana bizga tengsizliklar berilganda, mana shu tengsizlikni qanoatlantiruvchi eng katta butun qiymatni topishimiz kerak ekan. Demak, n pi sondan kichik yoki teng bo'lishi kerak ekan. Demak, pi sonni biz bilamiz, nechaga tengligini. Pi taxminan 3.114 ga teng. Demak, n soni mana shu sondan kichik istagan son bo'lishi mumkin. Demak, u -1 ham bo'lishi mumkin, to'g'rimi? 0 ham bo'lishi mumkin. Biz eng katta butun sonni topishimiz kerak. 1 bo'lishi ham mumkin, to'g'rimi? 2 bo'lishi ham mumkin, 3 ham bo'lishi mumkin. Lekin 4 bo'lishi mumkin emas. Nimaga? Chunki 4 3.114 dan katta. Demak, eng katta mana shu tengsizlikni qanoatlantiradigan eng katta butun son bu 3 ga teng. Ya'ni n 3 ga teng bo'lganda ushbu tengsizlik qanoatlantirilgan bo'ladi. Keyingisi n demak -0.8 dan kichik ekan. Demak, u istagan manfiy son bo'lishi mumkin. Masalan, -2 bo'lishi mumkin, -1 bo'lishi mumkin. Lekin 0 bo'lishi mumkin emas, to'g'rimi? Chunki 0 bo'lsa, unda -0.8 dan katta bo'lib ketadi. Lekin bizga kichikina son kerak. O'shaning uchun biz qaysi sonni olamiz? -1 ni olamiz. Tushunarlimi? Chunki agar 0 oladigan bo'lsak, biz bilamiz, 0 bu -0.8 dan katta. O'shaning uchun 0 ni biz tasavvur qila olmaymiz. Bu tengsizlikni qanoatlantiradigan butun son deb qabul qila olmaymiz. O'shaning uchun javobimiz -1 bo'ladi. Ana endi bo'lsa eng kichik butun qiymatni topishimiz kerak. Demak, n 6.1 dan katta bo'lishi kerak. Buni boshqa sonlarni yana topish usullaridan yana bittasi, buni keyinchalik ko'rib chiqamiz. Bu sonli to'g'ri chizig'ini chizish. Sonli to'g'rini chizamiz-da, mana shu sonni topamiz. Demak, bizga hozir 6.1 kerak. Mana 6.1 kerak. Demak, 6.1 dan katta bo'lgan sonlarni qaraymiz. 6.1 dan katta bo'lgan butun son bu necha? 7 bor, keyin 8 bor, to'g'rimi? Eng kichik butun son mana shu 6.1 dan katta bo'lgan eng kichik butun son bu 7 ga teng. Demak, n 7 ga teng ekan.
n 7 ga teng bo'lsa, mana mana shu tengsizlik qanoatlantirilgan bo'ladi. Keyingisi n minus 7 dan katta, ya'ni sonli to'g'ri chiziqni agar chizadigan bo'lsak, hozir o'xshamadi, boshqadan chizamiz. Sonli to'g'ri chiziqni chizamizda minus 7 ni topamiz. Demak, minus 7 ni topamiz. Minus 7 dan katta bo'lishi kerak ekan. Minus 7 dan katta bo'lishi kerak, lekin minus 7 ga teng ham bo'lishi mumkin. Demak, mana shu minus 7 ga teng ham bo'lgani uchun biz mana shu minus 7 sonini qabul qilamiz. Ya'ni bizga eng kichik butun son kerak, to'g'rimi? Mana minus 7 dan keyin minus 6 bor, minus 5 bor, to'g'rimi? Lekin mana minus 5, minus 6 ni oladigan bo'lsak, bular hali eng kichigi hisoblanmaydi. Eng kichigi nechiga teng? 7 ni o'ziga teng. Nimaga? Chunki biz aytdikki, n minus 7 dan katta bo'lishi kerak yoki bo'lmasam teng bo'lishi kerak. Tushunarlimi? Ana endi tenglamani ishlaymiz. Eng katta butun qiymatni topishimiz kerak ekan. Eng katta butun qiymatni mana shu agar tengsizliklardachi noma'lum qatnashgan bo'lsa, biz uni xuddi tenglamadek qilib ishlasak bo'ladi. Tenglamadek qilib ishlaymiz-da, faqat biz tengsizlik ishorasiga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Agar masalan manfiy songa ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, tengsizligimizning ishorasi o'zgaradi. Demak, hozir xuddi tenglama qilib ishlaymiz. Shunda nima bo'ladi? Shunda hozir 5 yo'qotib yuborishi ikkala tarafi musbat 5 soniga ko'paytiramiz, to'g'rimi? Musbat 5 soniga ko'paytirganimiz uchun demak tengsizlikning ishorasi o'zgarmaydi. Demak, chap tarafda 5 lar qisqarib ketadi. Bizda x plus 2 qoladi. Tengsizlikning ishorasi o'zgarmaydi. Minus 1 ni 5 ko'paytiradigan bo'lsak, natija minus 5 chiqadi. Ana endi ikkala tarafdan 2 ni ayiramiz. Ikkala tarafdan bir xil sonni ayirganimiz uchun tengsizlik yana o'zgarmaydi. Shunda nima hosil bo'ladi bizda? Shunda bizda x plus 2 minus 2 bo'ladi, to'g'rimi? Minus 2 hamda minus 5 dan ham 10 tarafdan ham demak minus 2 ni ayiramiz. Minus 2 ni ayiramiz. Ko'rdinglarmi? Ikkita tarafdan bitta sonni ayirdik, ishora o'zgarmadi. Demak, chap tarafda nima qoladi? 2 bilan minus 2 qisqarib ketadi, x o'zi qoladi. X kichik yoki teng minus 5 ga minus 2, minus 5 dan minus 2 ni ayiradigan bo'lsak, minus 7 hosil bo'ladi. Demak, eng katta butun qiymatimiz 7 ga teng, to'g'rimi? X minus 7 ga teng. Mana shu x dan kichigini istagan sonni qo'yadigan bo'lsak, biz mana shu tengsizlikimizni qanoatlantirgan bo'lamiz. Masalan, minus 7 dan kichik qanaqa son bor? Minus 10 bor. Minus 10 ni beradigan bo'lsak, demak suratdan nima hosil bo'ladi? Minus 10 plus 2 taqsim 5 kichik yoki teng minus 1 bo'lishi kerak, to'g'rimi? Bu birinchi berilgan masalamiz, tengsizligimiz. Minus 10 ga 2 ni qo'shadigan bo'lsak, minus 8, minus 8 5 ga bo'ladigan bo'lsa necha chiqadi? 1.10 dan 6 chiqadi, to'g'rimi? 1.6 chiqadi. Ya'ni minus 1.6 haqiqatda darhaqiqat minus 1 dan kichikni. Ko'rdinglarmi? Mana shu minus 7 dan kichik bo'lgan istagan sonni qo'yadigan bo'lsanglar, mana shu tengsizlik saqlanib qoladi. Masalan, minus 10 chiqishi mumkin, minus 100 chiqishi mumkin. Lekin u har doim minus 1 dan kichik yoki teng bo'ladi. Agar faqat minus 7 bersakkina, minus 7 ni beradigan bo'lsa, unda nima hosil bo'ladi? Unda biz hozir ko'ramiz. Minus 7 plus 2 taqsim 5 hosil bo'ladi. Kichik yoki teng minus 1, to'g'rimi? Minus 7 ga plus 2 ni qo'shadigan bo'lsak, minus 5 hosil bo'ladi. Minus 5 taqsim 5 kichik yoki teng minus 1. Minus 5 ga bo'ladigan bo'lsak, minus 1. Minus 1 haqiqatda minus 1 dan kichik yoki teng. Lekin hozir ushbu shartda minus 1 minus 1 ga teng. O'shaning uchun teng bo'lgani uchun mana bu yerda kichik yoki teng ishorasidan biz foydalanamiz. Ya'ni noqat'iy tengsizlik ishorasini qo'ydik. Tushunarlimi? Demak, bu qat'iy va noqat'iy tengsizliklarga doir bo'lgan darsimiz bo'ldi. O'ylaymanki, qiziqarli bo'ldi. Juda ham oson mavzu edi. Keyingi darslarimizda biz bir noma'lumli tengsizliklarni ko'rishni boshlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr.